Kiring. Va alaykum assalom. Keling. O'tiring. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi darsga? Yaxshi, rahmat. Darsga tayyormizmi? Uyga vazifa nima berilgan edi sizga? Dutor bo'yatasi. Oching qani. Yaxshilab tayyorladingizmi? Qo'llarimizni qistirib oldik. Kuy chalishga tayyormiz. Endi uyga vazifani qanchalik bering qani? Vazifani yaxshi bajaribsiz, lekin xato kamchiliklari bor. Texnikangiz yetishmayapti. Ko'proq mashq qilish kerak, qo'l mashqini ko'proq bajarish kerak. Bugungi bahoyingizni hozircha 4 qo'yamiz. Yana harakat qilib 5 ga o'zgartirishga va'da berasizmi? Ko'proq harakat qilamiz. Bugungi bahoyingiz 4. Bugungi yangi mavzuyimiz Bahor vals kuyi. Kompozitori Muhammadjon Mirzayev bastalagan kuy. Moderator tempida yozilgan. Mayin chalish kerak. 3-4 sanoqda diez belgisi bor, fa diez. Dinamik belgilarida shu diez belgisi bor. Keyin liga belgilari bor. Qaytarish belgisi ko'proq berilgan. Har 4-5 taktga qaytarish belgisi qo'yilgan ritmda. Bahor vals kuyini notalarini nota daftarga chiroyli qilib xatosiz ko'chirib olamiz. Keyin bosh qismini 2 takt chalib ko'ramiz. Yozib oling notalarini. Bahor vals kuyini hozir 3 taktini o'rganamiz. Demak, midan boshlangan, mi yarim tonga cho'zilib, har nuqtasi bor, nuqtasi bilan res chalinadi. 3ga sanalib, hozir chalamiz. Bugungi darsimiz tushunarli bo'ldimi? Tushunmagan joylaringizda savol berib, uyga yaxshilab nima qilamiz? Notasini yodlab, 5 taktini chalib kelamiz. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Xayr, sog' bo'ling.